yoshi kattalarni, bolalarni tomog'i yallig'lanadi-ku, yo'tal emas. Mayli, yo'tal bo'lsa ham, mana qarang, bu nima bu? Nima bu deydi-ku. Ko'zing chiqir negativlar, tirnog'im o'smagan. Shunday. Xullas, mana shu. Nima degan savolga baraka topkurlar. Bir piyola iliq suvga qaynatib sovutilgan, ya'ni iliqroq suvga yarim choy qoshiq tuz, yarim choy qoshiq pishivaya soda, keyin bir yarim choy qoshiq yod solasiz, baraka topkur, yod. Xo'p deng. Lekin rosa burishtiradi g'arg'ara qilayotgan paytingizda. Tushundingizmi? G'arg'ara qiling og'zingizda, tomog'ingizda g'arg'ara qiling. Yoqimsiz narsa lekin. Yosh bola, o'g'limga qilib berdim, xullas. O'g'limga qilib berdim, tomog'i yallig'langandi. 2 marta tamom, shunday g'arg'ara qilib qildi. Bo'ldi, tomog'i o'chirib ketdi, bitib qolgandi. Mana unga vaqt bo'lmadi-da. Mana перегородка грецкая, yong'oqni o'rtasidagi bor-ku. O'rtasidagi. O'shani ham qaynatib g'arg'ara qilsangiz bo'ladi. Endi mana tayyorada xullas. Sharda qilib yubordim. Tushundingizmi? Mana shuni qiling, tomog'ingiz baqiradi keyin. Xo'p deng. Aytdingizmi? Turing. Aytganini qiling, boring. Tez boring. Xo'p. Ko'zini o'ya degan gap qolib ketibdi. Tushundingizmi?